Bugungi obzorimizda xudo xolasa mana shu Gentra'mizga 4 eshiklarni shumka, даже bagaj bilan 30 litr subwoofer hamda chexollarni kiygizib berishga olib qo'yganmiz. Ketdik. Ya, aytgancha monitor ham bor, monitor kameralar bilan. Tak men ham chexol kiydirib beramiz xudo xolasa, qarab. Afay brendidan zo'r chiqyapti xudo xolasa. Mana joylari ham nima edi? Zamishmidi? Zamish. Mana shumkadan foydalanamiz. Har hammasidan bor xudo xolasa. Samsung okamiz liboyni tanlasada qo'yib beramiz. Mana zo'r ketyapti xudo xolasa, shuni tanlasangiz kerak-a. Mana eshiklarga bir ikkinchi sloyga mana bundan foydalanamiz xudo xolasa. Shu tomoniga kabellarni mana bilan o'rab chiqishga harakat qilib, cho'tkilab beramiz akamiz. Mana Tombus brendidan TCC3 monitori bo'ladi. Mana 8 ga 128 qotmaydi xudo xolasa, Wi-Fi surib oladi. Mana albatta kameralar bilan, ya'ni zadni kameralar bilan birga ketdi, korchi jarayonlarni qo'yib boramiz. Mobilimizni bitta eslab qolasizlar, qanday holatdaligini xudo xolasa mana sidinlarni ko'ryapsizlar. Mana bu joylarga ham xudo xolasa bilan olib tashab chiqarib, bunga monitor qo'yib beramiz. Ko'ryapsizlar xudo xolasa. Даже stoykalarga ham glyansli stoykalarni o'rnatib cho'tkilab qilib beramiz xudo xolasa. Cho'tkilab razmerlarni olib bir xil qilib qo'ysa bo'ladi. Shuna holatda hech qayerda mana cho'tkilab yo'q. Xudo xolasa bitta feshni ko'ramiz specialdan. Radar nima deyapti? Xullas 8800. O'sha ko'rganlardek va avtomobilimiz bitdi. Xudo xolasa Malibu Roll TCC3 Antradar 8800 albatta chexollarigacha ideal qilib qo'yib berildi. Inshaalloh egalariga yoqdi. Xizmatlar bo'yicha bemalol tuning sentrga murojaat qilaverasizlar.